Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımızı görüşmələrini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmənlərimiz bugün 2025-ci ili 2 mart yekşənbə. Hər yekşənbə günü ətdigəndə bir həftə cəryanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzuruna sunub kilovatımız. Aldı bilən mavzuğa ötüşdən burun mana bugün uluq bir Ramazan ayının 2-ci gündə durubdumuz. Bütün dünyadaki halkımızın bu mübarek Ramazan ayını Çin kalbimizden tebrikleyimiz. Allah Subhanahu ve Teala barlıq əməllərimizni qabul qılsın deyə tiləyimiz əlbəttə. Şundaqla hər günü xəbərlərdə bolğandək ibtidadan burun Ramazanlıq bir aylıq proqramımız davam qılıbatıdır. Bütün görülmələrimizi o proqramını ötküzüb etmək görüşünü ümid qılırıq. Ondaqda aldı bilən xəbərlərimizdən bu haftadakı əsası mavzuları göz yürütüb ötəylə. Xitay İstiqlal Televiziyasının tor beketlərinə tor hücumunu küçəytməkdə. Xitay atanmış konu örf adətlərini özgərtiş namıda hərəkət başladı. İstanbulda Uyğurlarını qollaş yürüyüşü ötküzüldü. Tayland'daki Uyğurlarının Xitayğa qaytırılışı dünyanı çökürdü. Tayland'ın Uyğurlarını Xitayğa tapşırğanlığı qarşı narazılıq bayanatları elan qılındı. Trump Xitay mallarına yana 10% baş qoyduğanlığını elan qıldı. Demək bu haftadakı xəbərlərimiz bunlardan ibarət. Qanundaqda birinciden başlayıb görüb ötəylə. Xitay İstiqlal Televiziyasının tor beketlərinə tor hücumunu küçəytməkdə. Qadirli görülmələrimiz əlbəttə biz üçün yeni bir məsələmiz. Bu Xitay təcavüzçiləri onun əbdi bəşərisini biz yıllardan bir qurulğandan tatib Xitayını keç-gündüz bir aram qılıb atqan bir axbarat orqanı bunu sübtimiz bilən qoludin kəgəncə müşahidimi əgər başqa dövlətdə bolğan bolsa özünün xalığanca küçüydüqən başqa dövlətdə bolğan bolsa Allah burun bu yanımı taqtib bir nəs qıb bolğan bolatdı. Hem bir baştan tor hücumu bizning tor betlerimizga 4 xil tilda bütün program tarixda atqan tor betlerimizga qilib atqan hücumlar. Yana bir tarafdan bizni qaralash hücumları, Türkiye hökumətiga şikayət qilish masalasi to'xtab qolmadi. Mushu yaqinqi kunlardan buyon bu texmi kuchayganligi haqida biz kunlik xabarlardan tafsiliy holatda bildik. Demak bu tajovuzchilar o'zining bütün küçü bilen tətir təşviqat qılıb atılğandı özünün kiraylıq göz üçün. Bunu hər qədimini xuddi qədəmə-qədəm onunki cinayətlərini paş qılıb kelib atqandək bütün tillarda onun yalğanlığını isbatlab berib atqandı. Bunundakı bir axbarat orqanını yoxutuş üçün, bunun avazını öçürüş üçün qımmığını qoymay, qo'ldan kelgan hammasini qilib atdı. Və bunundan keyin nima qildi? Amma bu kurash asla to'xtamaydi. Yani müşqətimmi məsələn qısqa bir şəkildə ötmüşünü özləb ötüşkə doğru gəlsə İstiqlal Televiziyasının tor beketləri izkil türdə şu Xitay haqqlarının hücum nişanı bulub kelib atqanlığını dedim. 2021-ci il 3-cü ayda Xitay haqqlarının hücumu səbəbli tor beketlər bir həftəyə yaxın palçalığa düşüb qalğandı. Şirkətin bexətərliyi məsul xadimləri, yəni bizdənki tor mülazimət şirkətimiz bu xadimlər İstiqlal Televiziyasının tor beketlərinə qaratılğan hücum səbəbli məzkur şirkət mülazimət bilan təminləb atqan başqa tor beketlərinin təsirə uçurğanlığını hazırgacha bizə uqturub kelib atdı. Çünki faqat məxsus bizə bilan xidmət qılmaydı. O mülazimət qıldığan şirkətinin qoludan nurğunluğan tor beketlər vardı. Yəni bizim şunun içində olğandı ki, bu davamlıq nurğun bexətərlik tədbirlərini alğan bolsunmu, bu hücum tərəfdən nurğun dövlətlərdən kelib atqanlıq üçün bir mərkəzlik. Şuna bu məsələyə davamlıq bu şəkildə bizə məlumat berib durdu. 2024-cü il 10-cu ayda məsələn Şərq Türkistandan Türkiyəyə hicrət qılıb panahlanan Uyğurlar və təşkilatlar haqqında uçur toplab Xitay istihbarat orqanına yetkizganlik səbəbli qol qılınğan 7 cinayət gumandarı işini biz o vaxtda həm gündəlik xəbərimiz, həm həftəlik xəbərimizdə təfsili bədik. Bu Türkiye'de qulğulu qozğan bir iş oldu. Bu 7 cinayət gumandarının içindəki cavabkar Sadiq Mehmet Əzizmi, yəni ən asaslıq Xitayğa xidmət qılıq eniqlanğan o cinayət gumandarı Sadiq Mehmet Əzizmi
İstiqlal televiziya haqqında məlumatlarını qararlıq yetküzüş vəzifəsi topşurilganligini shu so'roq jarayonida Türkiye'nin axborotlarına chiqqan bir masala. Demek bu şekilde Xitoy hozirgacha bu jinoyatlarni davomlashtirib o'tadi. Masalan, Türkiye hükümetiga shikoyat qilish masalasi, Türkiye sotiga arz qilish natijasida shu İstiqlal televiziyamizning organ tor betimi bir qancha qatim taqib etilgan shu ilgirki yillarda. 2022 yılı Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ataaytin İstiqlal televiziyasini tilga olib turib, mana shu ben chiqib shu dap yuzi bilan millatga bizningki ta'tirda shuyqat qildiganligimizni, bizga töhmat qilgan bayonotlarni e'lon qilgan temdi. Buni shu vaqtda tafsilotda buning har bir so'zlarini tor betimizdan bor, yozma shaklda bor, shu vaqtda huzuringizga sungandik. Demak, butun kuchi bilan bu tajovuzchilar ovozimizni yig'ishtirish uchun, bizni peshgalchilikka uchirtish uchun, normal vaziyatimizni qig'izmaslik uchun bütün kuchi bilan tirishyapti. Bundan keyin tirishadi, ammo bular bilan bo'lgan bu kurash, axborot ko'rishi hech bir zaman to'xtab qolmaydi inshaalloh. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Xitoy atalmış konu örf odatlarini o'zgartirish nomida harakat boshladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta har hafta shundoq insonning ko'nglini ilishtiradigan shu atalmış har xil nomlar bilan vatanimizda qilayotgan bu jinoyatlarning oyiqi uzilmay davomlashyapti. Hele onu deydi, hele bunu deydi. Ama bütün narsani yig'ib akasan, har qanday jinoyatni ishlaganda bu nomussizlar atalmış Milletler İttifaqligini kuchaytirish, Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirish degan bu nomussiz safsatini satadi. Bu qatimmi bu haftada biz kunlik xabarimizni tafsiliy berdik. Muştun o'xshash necha qatim aytilgan yig'inlardagi jinoyatlar hamda nomussizlarcha davom qiladi. Bu 19 fevral atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya komitetining tasdiqlashi bilan siyosiy kengashining 2025 yillik kengash plani bekitildi. 25 yil biz nima ish qilamiz? Uyg'urlarni qanday tugutimiz, yo'qitimiz deyapti. Mazkur planda atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya komitetining maxsus temadagi hokimiyat ishlarini muhokama qilgan daimiy komitet yig'ini, maxsus temada kengash yig'ini, oylik kengash suhbat yig'ini, Iroq musofirlik, butun Sharq Turkistonning hamma yeridan Iroq musofiri orqali bu yig'in qatnashib, butun shaharda hammasida o'xshash bu jinoyatni ijro qilish. Qalpoq, uning kiydirilgan qalpoq, ya'ni shu atalmış Milletler İttifaqligini kuchaytirish u. Xitoy va shundaqla Sharq Turkistonning Xitoy uchun a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish kerakligi ta'kidlangan bu qatimki yig'inda. Shunday qilamiz. Amaliyotda shu g'amdi vatanimiz. Buni texamma kuchaytiramiz va deydi, mushunda ishiltib ishning o'rnida uning keyin deydi, dehqonchilik, chorvachilik rayonlaridagi har millat ommaning koni o'rf odatlarini o'zgartishini ilgari surib, zamonaviy madaniylik ideyasini kundalik turmushga singdirishga turtki bo'lish kerak degan bu ifodalarni ishlatadi. Bu darajada nomussizlar bular. O'ylab qo'yaylik yani. Bizning o'rf odatlarimiz ming yillardan buyon davom qilgan u esil axloqimiz, insonlarni hayron qoldiradigan bizningki butun har qaysi tarafini tutsak tutayli, bizning yashash shaklimiz eng madaniyatsiz maxluqlar tarafidan koni o'rf odat bu. Menga o'xshash maynat madaniyatsiz bo'lishing kerak. Xitoyga o'xshash bo'lishing kerak. Menga o'xshash bo'lishing kerak deb bu nomussizlar manda safsatini nomussizlar setyapti. Buni majburlayotdi bu xalqqa. Xabarda yana planning konkret amallashiga kafolatli qilish uchun, ya'ni bu jinoyatlarni qanday konkret amaliyalashtiramiz? Nima deydi? Atalmış Uyg'ur Abdunum siyosiy kengash tashkiliy rahbarlikni kuchaytirish, yuzturani ko'rishish, aralab tuyuqsiz ziyorat qilish, savol qog'oz tarqatib tekshirish, mutaxassislardan foydalanish, statistikalik tahlil qilish qatorli usullarni qo'llanib bu jinoyatlarni ijro qilishimiz kerak. Bu darajada o'ylab qo'ying, inson bu narsani yozgandan biroz bir nusxalay bir xalqaro ma'ni ko'rsin nimada dunyoda yer yuzida mandaq bir nomussizlik bormi degan narsani o'ylabmi qo'ymay yozgan gapim. Bu darajada madaniyatsiz, axloqsiz ekanligini bilmay bizlarga madaniyat o'rgatishga tirishayotdi bu maxluqlar. O'ylab qo'ying. Ya Rabbim, yana masalan jinoyatlarning ichida bu haftaning ichida chiqqan bir xabar yana o'xshash bu yuqoridagisi 19 fevral bo'lgan bo'lsa,
Aqıstilnam neçə gün ötkəndən keyin 24 fevral yana muşu Xotunның başçılığında Xitayның qoruçuqı Zümrət. Әмді bu yığın nemi yığın? Yeni çıkırdıgan bu yılki 2025 yıldaki nizamlar hakkında bir yığın ötküzüldü. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komitetining 2025 yıllık nizam türünün 46'ni dəstləbki qədəmdə o'rinlashtirganligi. Bunun ichidan davomli qarab chiqadigan 7 qarab chiqishga sundigan 16 tekshirib tadqiq qilib dalillaydigan 23 ekanligi shu yig'inda o'tirib qo'yildi. Bu yig'inda atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Xalq Qurultayining Daimi Komitetining muqimlikni qo'g'dash, ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish, o'ncho'n kasb qurilish qatorliqlarga aloqador nizamlarni atalmış Şinjan'ın medeniyet arkalık ozuqlandı. Qarab baxay, nimeye oxşaşlıqa? Nime yığınasa, qandaq bir siyaset yürgüse, oxşaş numussuz səbsəti. Cunqa milleti ortaq imanı küçəytiş. Şinjan'ın medeniyet arkalık ozuqlandırış. Bu derecede pəskeşemdi bula. Bu yerdə 14. 5 yıllık plan tamamlandığan, 2025 yılı 14. 5 yıllıqını tamamlandığan yıl ve 15. 5 yıllık planның o'rinlashtirilgan yili bu deb bu yig'inda o'tirib qo'yib, manda o'tirib qo'ydim. 4 taraf bir tutash planlash, moslashtirish mexanizmini tutib, bu Sharq Turkistonni shunday talon-taroj qilishimiz kerak. Har jihatini yo'q qilishimiz kerak. Dushmanimiz mana shunday kech-kunduz uxlamasdan, kech-kunduz har xil rezil planlarni tuzib, bu millatni yo'qotish uchun harakat qilyapti. Muhacireti bizler için oyunlaş gerek. Hoş. Yeni bir haberimiz gelsek, İstanbul'da Uygurlarını qollaş yürüyüşü ötküzüldü. 23 fevral İstanbul'daki Üsküdar rayonunda Şarkı Türkistan halkınınki Uygurlarını tatip atkan bu bugünkü facialik gününü qollaş üçün bana şu görüp durvatqınlardaki Xalqның, Şarkı Türkistan xalqının avazı buluş temizki yürüyüş ve bayanat e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Namoyish muştu yoshlar jamiyatining chaqiriqi bilan ko'p sonliqli turk yoshlarining qatnashishi bilan o'tkazilgan bir yürüyüş ve bayanat. Bu namoyishchilar qo'llarida Şarkı Türkistan Türkiye bayroqlarini va Xitoyga qarshi plakatlarni ko'tarib har xil shuarlarni tovladi. Aldı bilan shu İstanbul'daki sahaflar bazı yeniga yig'ilib bu yerda bizning vatanimizda yani Xitoy ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi Xitoyning jinoyatlarini aybladi bu yerda. Arqadan yurishni boshlagan bu namoyishchilar shuar to'lgan holda shunday yurib, nadin bular shu nimagacha Xitoyga qarshi Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirib shunday yurish qildi. Xitoyga qarshi norozilik bayonoti e'lon qilish jarayonida jurnalist Adam O'zkövsa, Sharq Turkiston O'limalar birligining raisi doktor Alimjon Bug'da, tadqiqotchi yozuvchi Abdulla O'g'uz, faoliyatchi Madina Nazimiy qatorliqlar ayrim bu namoyishda so'z qilgan. Ular bayonotlarda Xitoyning Uyg'urlarni musulmon va turk bo'lganligi sababli yo'qotishga urinib, irqiy qirg'inchilik siyosatini ijro qilayotganligi, uzun yıllardan buyon muhaciratdagi xalqimizning nimalarni boshdan kechirayotganligi, hatto oilasi bilan aloqa qilishga chog'liq degan dunyoda shunday telefon bilan ko'rishamayapman deganga insonni ishontirish tasamli degan. Hamma odam sinliq holatda ko'risha oladigan dunyoning o'tarliklarida shunday bir davrda bu Sharq Turkiston xalqining yillardan buyon farzandlari, oilasi bilan aloqasining uzilganligi, nurg'un jazo lagerlarida vatanimizdagi Xitoyning cho'ng kichik ayol demasdan bu yerda millionlagan xalqimizni izlayotganligi, yo'q qilish uchun tirishayotganligi, shunday bir jinoyat yuz berayotgan bir paytda afsuslanarli intayin insonni qayg'uga soladigan darajada Türkiye ve İslam dünyasının sükutu turayotganligi bu yerdagi so'z qiluvchilar tarafidan nəhayət canlıq şəkildə o'ttirib qo'yildi ve axırda Türkiye hükümetini Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirdi namoyishchilar. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Taylanddagi Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilishi dunyoni cho'chitdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu xabar habersiz qalgan milletimiz bulması gerek muhaciratda.
bütün dünyadaki halkımızın çöçütken, kaygı sağan bir hadise bu elbette 26. yanvar Tayland rejiminin hükümet mi deyilmeydi bundaki mahluklarını nurgun 10 yıldan artık şu vatanimizden şu qarab bakaydı şu çıraylağı yani. Bir vatanda mesela özünün vatanda nurgun cinayetini işlep etip tutuş buyruğu çıkarılıp acayip çoğun işlerini çıkarıp etken bolsam da bu aşağıda işlepti mesela bu amal yok bu halkara kanun o bu dep. Qarab bakaydı şu biçarlarning öz vaqtidagi ko'rinishlarni o'ylab bakaydı yani. Dünyada agar zerlichilik insan şu narsiz ballarning ko'rinishi qarab bakaydı. İnsanlık tuygusu ölmegen bir mahluk olsa dünyada her qanday bir insan. Bularning qandaq vatanda şu çoğun kichik uşaq bolamış. Bu holatda yani erkin bir nefes alay deb vatandan qichib chiqib bu Taylandda tutilib qolgan qarashim. Ay shuningga berilgan jazo bo'lsin, advokatlar o'tganda o'tirib qo'yildi, o'tgan hafta dedik biz. Allah burun bir yerda qonunsiz kirdi. Tamam. Cinayetin tatip oldu 10 yıldan artık yattı bir yerde. Hem de kuvvet işin gerek de şu advokatlar mı şuna devatkan bir peytte. Hazırga çünkü valla nurgun yıllardan yani elbette bulanın yolunu meğavatkan teşkilatlar olsun, halkaralık organlar olsun. Ulamı nurgun bayanatlarını elan kıp koydu. Demek dünyada muşundak bir facianın öz vaxtıda 2015'te 109 kardeşimizde dünyanın köz aldı köz tutup epketken bir cinayetçiga, Xitay rejimiga mayli qandaq sodu bilan setilgan bo'lsin bu xalqimiz. Mush jarayonda mush gaplar yaqinqi shu bir oydan buyon chiqqan jiddiy bir yo'l mengishlar, ularning ovozi chiqqandan keyin dunyoda hamma davlatdagidek tashqi ishlar ministrliklari, nurg'un tashkilotlar hammasi besim qilganligi uchun Taylandga boy biz bermaymiz deb hozirgacha bütün Taylandning mas'ullari unda bir ish yo'q deb e'lon qilgan bo'lishiga qaramasdan bir davlat axloqi, davlat obro'yini hammasini yer bilan yakson qilgan shaklda Tayland nima ish qildi? Xitoyga sotdi bu Uyg'urlarni. Xitoyga o'tkazib berdi. Bu fojia albatta tafsilotini so'zlashning hojati yo'q. Hammamizni qayg'uga soldi va butun shu 26 fevral kechida o ko'rinishdan kelishga boshlaganda ijtimoiy fikr vaqtida hammamiz bilamiz shu tutilgan Taylandga tuturish o'rniga kirgan mashallah bu yerdan ep chiqilgan qarindoshlarimizning ko'rinishlari keyin Xitoy darhol Xitoyning axborotlari darhol 27 fevral atgandan boshlab Xitoyning rasmiy axborotlari xabarlarni chiqarishga boshladi. Bevosita Qashqarga olib ketgan uni tushirib bu yerdagi bu e'lon qilgan ko'rinishlar hamda Xitoyga u darajada o'ynadi ekan, dunyoning ko'z oldiga va bu xuddi Uyg'urlarga zulm qilmayotganda, xuddi ularni shunday nachar sharoitdan qutqizib oilasi bilan jam qilgan ekan, song'izdan nonni tizib bu darajada pastkash nomussizlar bo'lay o'ylab qo'ying. Shu kutib olishdan qarab qo'ying. Ya dünyani biz nuqa aldı yanmaydı qamdi. Bütün besim bulayotgan xalqaro dunyoga bularning aqibati xatarlik bo'ldi, o'ldirilishi mumkin, uzun muddat uni qilish mumkin, buni qilish mumkin degandek bu narsalarga qarshi dunyoning besimiga qarshi mushundaq ko'rinishlarni chiqarib aldı yalamanmiki deb o'ylayotdi. Bu darajada pastkash nomussizlar bo'lardi. 40 qarindoshimiz shunday qilib qaytarilgan bo'ldi. Bu cinayetçilerin kuluğu tapşırıp berilgen oldu. Elbette bu münasebet bilen bütün dünyadaki halkımız, cümleten Türkiye'de bu faaliyetle her xil namayişler, narazılık namayişi İstanbul, Ankara'da namayişi ötküzülgen oldu. Bu cinayetke narazılık bildirgen şekilde. Mesela bu namayişte Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği'ne aldı bilen söz kılıcı. Ölüm Ala Birliği'nin reisi doktor Alimcan burada söz kılıp bu facianın yüz bergerlikini oturup koyup Şarkı Türkistan halkının ki gazipini, narazılığını oturup koydu. Ve elbette bunun çokum hesap berdiğanlığımı
Mayli Xitoy bo'lsin, bu jinoyat asla mushunday o'tib ketmaydiganligi, Tayland hukumatining Xitoyning jinoyatiga hamkorlashganligini, buning hisobini cho'qim berdiganligini o'tirib qo'ydi. Keyin Sharq Turkiston xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligininki bosh kotibi Abdurashid Aminaji bilan bu Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zitish jamiyatining Vildan Kadoğlu xonim ayrim-ayrim so'z qilib, bu yerda mushu yaqinqi mezgilda bular uchun, mushu Uyg'ur xalqimizni, Uyg'urlarimizni qutqizish uchun qilingan barliq tirishchanliklar, mayli shu Taylandda bo'lsin, Indoneziya, Malayziyada qilingan xizmatlar, Taylanddagi ko'rishlar, oldikenda bo'lgan ishlarning hammasini tilga ilib, bu ig'ir jinoyat ekanligini bilibmi Vildan xonim buniki hech qanday bir shaklda buni oqlash mumkin bo'lmaydigan bir jinoyatga, ya'ni Xitoy bilan birlashib turib Taylandning shirik bo'lganligini, Xitoyning bu jinoyatiga o'rtaq bo'lganligini, bu butun insoniylikni dafsanda qilganligini, ya'ni bu faqatlam qirq Uyg'urning qaytirilishi emas, insoniyatning dafsanda qilingan, insoniyat dafsanda qilingan bir hodisa ekanligini ta'kidlashdi. Oxirida Sharq Turkiston o'limalar birligidan ustoz Mahmudjondan bilan so'z qilib, muhojiratdagi Uyg'urlarning bu musibatga qarshi qanday pozitsiya tutish kerakligini nihoyatda jonliq o'tirg'i qo'ydi. Asla ümidsizlanmaslik kerak. Bu musibatni kuchga aylantirib, Xitoyga qarshi mujodilani davomli kuchaytirish kerakligini bildirdi. Mahmudjondan bilan. Albatta İstanbulda bo'lgan bo'lsa, yana Anqaradimi bir turkum Uyg'urlarimiz u yerda Tayland bosh elchixonasi oldiga yig'ilib norozilik namoyishi o'tkazdi. Bu yerdami Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berish jinoyatiga qarshi bu yerdagi xalqimiz o'zining g'azabini ifodalashdi. Va masalan buning orqasidan Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga topshirganlikqa qarshi norozilik bayonotlari e'lon qilindi. Her daim ne deymiz, bizde bir söz var onda. Allah burun iş bo'lgan deyin keyin o'ttirga chiqqan qahramonlardan hamdi. 10 yildan ortiq vaqtdan buyon bular yetib o'tdi. Ama bularning so'zlarining hammasi bir-biridan hayvatlik, anda qilish kerak, bunda qilish kerak deb. Yillardan buyon shunday bayonotlarni e'lon qilib qo'yib, ama bu jinoyat o jallatning changiliga bu masum Uyg'urlar o'tib ketib bo'lganda ekan bunda. Eng echinish xir bu hamda. Dunyoda inson haqlari, kishilik huquq, bu deyotgan buningga allaburun besim ishiltadigan davlatlar turib bo'lgan dunyoda. Bundaq bir jinoyatning tekrar 2015-yildan ibrat olmasdan yana bularning qutqizilmay 10 necha yil turg'izilib bo'lgan ekan, andan keyin bularning chiqib quruq bayonotni e'lon qilib qo'yishi insonni ichindirgan bir masaladir. Bu kishilik huquq, inson haqlari bu degan narsaning oqmas narsaga aylanib kelayotganligining eng yorqin ifodasi deyishga bo'ladi millat. Sen aslida bu yillar mobaynida qutqizman degan niyating bo'lgan bo'lsa, bu olli burun 40 emas, 400 voz qutqizib chiqib bo'lading. Ammo hammasi farqli. Albatta onun tafsilotini bilmaymiz. Hammasi farqli manfaatlar. Hamma davlat o'zininki nimasi bilan bu xalqimiz shunday bir fojiaga yo'liqdi. İnsan Hakları Ali Komissari Volker Türk 27 fevral Tayland hukumatining 40 Uyg'urni Xitoyga topshirib berganligi haqida bayonot e'lon qilib, bu cho'nqur andish qilganligini, Tayland hukumatining bu qilmishni xalqaro inson haqlari qonunni dafsanda qilganlik deb qaraydiganligini bildirdi. İnsan haqlarini ko'zish tashkiloti bayonot e'lon qildi. Tayland hukumatining davlat ichi va xalqaro qonunlarni dafsanda qilib, eng az 40 Uyg'urni majburiy qaytirib o'tganligini, ularni Xitoyda qiyin qisqa elinish uzun muddatli qamoq jazosiga uchrash xavfiga ittirganligini bildirdi bu tashkilot. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio bo'lsa, Tayland hukumatiningki Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berganligini ayblab, Uyg'urlar u yerda irqiy qirg'inchilikqa duch kelmoqda degan so'zni ishlatgan. U bayonotda yana biz Taylandning kam deganda 40 Uyg'urni adliya huquqi cheklangan va Uyg'urlar ziyonkashlik, majburiy emgak, qiyin qistoqlarga duch keladigan Xitoyga majburiy qaytirganligini eng kuchli iboralar bilan ayiblaymiz degan bayonotda bo'ldi. Marco Rubio tashqi ishlar ministri bo'lishdan burun ashadagi savol shu
kongressda yani. Parlamentda so'ralgan savolning ichida qutqizamsiz degan savolda men qutqizaman degan gaplar bor, shunga o'xshab ifodalar bor. Qanam ish tugagandan keyin bunda qattiq bayonotning endi nima kuchi bo'lar degisi keldi. Bu savolni so'rag'isi keldi Uyg'urlarningki. İslam Hamkorlik Tashkilotining Indoneziya yoshlar sho'basi 29 fevral bayonot e'lon qilib, Tailand hukumatining tutqundagi Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berganligini aybladi va xalqaro jamiyatni Uyg'urlarni qo'g'dashga chaqirdi. Malayziya Musulmon yoshlar harakati ABIMmi Tailand hukumatining bu qaroridan cho'nqur afsuslanganligini va hokazo oxiridagi gaplar yuqoridagi o'xshash. Demak, bu shaklda qadrli ko'rganlarimiz. Ish tugandan keyin e'lon qildiganlar albatta ommaviy tashkilotlarning qo'lidan ish bir yaka ish qildi. Ammo dunyoda hamma davlatning ishiga aralashadigan, hamma davlatga bir narsa degisi keladigan cho'ng tashkilotlar besim qila oladiganlarningki bo'libmi eng ichindirdiganlar ularning bayonoti. Ish tugandan keyin ularningki normal quruq bayonotni e'lon qilib qo'yishi insonni eng ichindirdi. Sizning qo'lingizda davlatning kuchi bor. Xayr, ish qilib bu qarindoshlarimizga Allah osonlik bersin deymiz. Har ishda bir xayrlik bordir inshaalloh. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Trump Xitoy mollariga yana 10% boj qo'yganligini e'lon qildi. Albatta bu masaladami o'tganda 10% boj birinchi qatim qo'yilgan vaqtida buni norozi bo'lganlar, voy bu saylan mazgildagi gipiga amal qilmadi deganlar bo'lgandi. Va shu vaqtlardami bu shu vaqtda qo'yilgan jazoninki birinchi dastlabki qadamiyati haqiqiy Xitoy bilan rasmiy jadallashish, urush bosqichiga kirmadi. Uni jazolash bosqichi boshlanmadi degan so'zlar bo'lgandi, har xil analizlar. Bu qatim ikkinchi bosqichdan hamdi. Bu Trump hukumati kelar haftadan tartib Xitoy mollariga yana 10% tamojna beji qo'yganligini e'lon qildi. Buning bilan umumiy qo'shimcha tamojna beji qancha bo'ldi? 20% ga yetdi degan gap. Amerika ovozi berildi bu xabar. Trump hukumati Xitoyga qaratgan besimni yanada kuchaytirgan bo'lib, 4-martdan tartib Xitoy mollariga yana 10%. Degan 2-mart bo'lsa, yana 2 kundan keyin yana qo'shib bu boj qo'shilganligini e'lon qildi. Buning bilan Xitoyga qaratilgan tamojna beji 2-oyning 5-idagi tamojna beji bilan solishtirganda, uning bilan qo'shilib, ya solishtirganda emas, qo'shilib 20% ga 20% bo'ldi. Trump Xitoydan import qilingan mallarga qaratilgan 10% bojning buning ilgirki 10% boj asosida qo'shilganligini, buning sababi Xitoydan kelgan zo'r miqdordagi fentanilning Amerikaga kirish ekanligini bildirdi. Xuddi ilgirki taklam. Xitoy Savdo ministrligi bo'lsa, har doim qadar ushuqligi bilan Amerikani mas'uliyatni boshqalarga ortish bilan tanqid qilib, o'zining qonunlarini ta'kidlagan va masalani dialog orqali hal qilishga chaqirgandan boshqa mazkur boj qarorining Dunyo savdo tashkiloti qoidalariga xilof ekanligini da'vo qilgan. Men arz qilmay, uni qilmay, buni qilmadi. Qilsam qildaydi damdi. Xitoy savdo ministrligi yana agar Amerika hozir qilmishni davomlashtiradigan bo'lsa, Xitoyning o'z huquqini qo'g'daydiganligi haqida jar soldi. Ma'lum bo'lishicha 2023-yili Amerikada opioid turidagi dorilarni haddidan ziyoda iste'mol qilish sababidan 74 mingdan ortiq odam o'lgan. 2023-yil. Xitoy fentanilning dastlabki ximiyalik moddalarning asosli manbasi deb qaralgan. Ziddiyatning keskinlashishiga qaramay, Xitoy bilan Amerika ilgari dori nazorati jihatda hamkorlashganligini bildirgan edi. Bu bir savol ishorati bo'lishi kerak aslida. Mushundoq jiddiy bir vaziyat jazo beryapti. Ammo yana boshqa taraflardan kelishimlarmi, davom qilayotganligimi axborotning ko'zdan qochmagan masala bu albatta. Demak, yana mushundoq har xil jiddiy siyosatlar davom qilyapti, qadrli ko'rganlarimiz. Shuna qilib bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Albatta biz suhbat programmalarimizni deb kelyapmiz. Asla ümidsizlik. Buningdek mesela ijtimoiy fikr vositalarga qaraydigan bo'lsak, nurg'un kishilarningki masalan bo'ldi bu 40 Uyg'ur qaytarilgandan keyingi umumiy uchurlarga, inkaslarga qarasak, buningdan keyin bu butun dunyoda xizmat qilayotgan, vatan uchun mujohidlik qilayotgan tashkilotlar tugidi hamda u bu degandek salbiy inkaslarningki ko'p ekanligini ko'ramiz. Lekin bu amaliyotda bundoq bir ko'z qarashda bo'lish, tashkilotlarning ichida xizmat qilmayotgan yoki shu o'zining jinni beqib yurayotganlar yo'q
emas deganlik emas bu. Dunyoda har xil insonlar bo'lgandek, albatta undaqlar bo'lishi mumkin. Ammo lekin buningdek butun millatni tushkunlashtiradigan, ümidsizlantiradigan narsa hech kimga foydasi yo'q. Bizga ziyni va bunday narsalarniki. Bütün kuchimiz bilan bu erkin dunyoda yashayotgan kishilar bo'lish sifatimiz bilan mayli bunda hadis yuz bersin yoki buningdan cho'ng yuz bersin, ümidsizlanmaslik kerak. Ulardan yiroq turish kerak. Sen kurash maydonini bekor qo'yib qo'yib bir kishilik nima ish qilmoqchi? O'zing yolg'iz nima ish qilmoqchi? Norozi bo'lganlar aslida u norozi bo'layotganlarning keyindan quruq gapni yuzib o'ltag'icha ular qilinmaganni maydonga chiqarish kerak. Bu millatning bir avlodi, farzandi bo'lish sifati bilan norozi bo'lgan ekansan, senmi atrofingdagi insonlarni to'plab, mushu millating uchun, vataning uchun Xitoyni chiqirtiradigan, Xitoyni voy degizadigan ishlarni ro'yobga chiqarishing kerak. Millatda bir ishlarni qilish kerak. Bu millat uchun, bu vatan uchun bir narsani qilishing kerak yani. Ammo quruq inkos yezib qo'yish bilan, uning buningdan qaqshash bilan, da'voni qilayotganlardan yiroq turish chaqiriqini qilish bilan nima ro'yobga chiqadi? Xitoy chavoq chaldi, xo'sh bo'ldi. Hanim bo'lsa bularni men qarshi ovoz chiqaradigan, tashkillik holatda ish qiladiganlardan u yoq bu yoq chechib yetalidim. Hammasi o'zining ishini qilib, bir kishilik jinni beqib menda tugaplam, qumga suv singandek sinib yo'qolsin deb qo'shilmamdi Xitoy yani. Shuning uchun bu ümidsizlanmaslik kerak. Qanday g'alaba qilsin Xitoy, bizni qanday narsani qilaversin. Asla ümidsizlanmaslik kerak. Biz ders o'rnimizdan turishimiz kerak. Qo'limizdan kelgan butun harakatni qilishimiz kerak. Buni bilan inshaalloh natija ko'ramiz deb qaraymiz. Alloh umr bersa, atki kundalik xabarimizda hafta oxirida haftalik xabarimizni ko'rish uchun aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.